Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 16-iyul navbatdagi savdomiz yana o'sha o'zimiz bilgan Toshkent viloyati Bekobodga berdik. Bu 13-pritsep xudo xolasa Bekobodga. Akalar 3 kun oldin zakaz qilgan edilar. Tayyor pritsepimiz bor edi. Mana praktika qilib topshiryapmiz aka. Aka o'zingiz taassurotlarni aytsangiz pritsepimiz haqida ma'lumot aytsangiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Biz bu akalar bilan 3 kun oldin telefon orqali gaplashgandik. O'zimizga kerakli bo'ladigan razmerlarda hammasini taxlab berishlarini so'radik. Akalar xizmatlariga gap yo'q. Mana pritsepimiz tayyor bo'ldi. O'ta ham go'zal qilib berishdi. Akalarga rahmat. Ishlaringizga omad aka. Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringizga omad. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Aytganingizga rahmat aka. Bu pritsepimizga kelsak, bu 1.40 razmerdagi pritsep bo'ldi. Damas mashinasiga mana xudo xolasa taxlab topshiryapmiz buni. Shu har safargidek zanjirlari bilan parkoplarni o'rnatib taxlab chiroyli qilib topshiryapmiz. Mokr asfalt svetda bo'lsin dedilar. Mokr asfalt svetda taxlab berdik buni. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Sog' bo'lasizlar. Podpiska bo'lishni unutmaysizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz akalar. Sog' bo'linglar.